Assalomu alaykum. Hurmatli aziz o'quvchilar. O'zbek adabiyotidan onlayn darsimizni boshladik. O'ylaymanki, barchangiz o'quv qurollaringiz bilan darsga tayyorsizlar. Bugungi darsimizning shiori ilm o'rganish har bir musulmonga farzdir. Aziz o'quvchilar, yuqorida tinglagan qo'shiq sizga qaysi ijodkorni eslatdi? Ha, to'g'ri. Biz sizlar bilan quyi sinflarda Furqat ijodiga mansub Fasli navbahor o'ldi g'azali hamda Saydin qo'ya ber sayyod musaddaslari bilan tanishganmiz. Demak, bugungi darsimizning mavzusi Zokirjon Furqat masnaviylar. Darsimizning maqsadi Zokirjon Furqat hayoti va ijodiga nazar tashlab, adabiy merosi haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ilm xosiyati masnaviy matni ustida ishlab, nazariy va amaliy ko'nikmalaringizni mustahkamlaysizlar. Vatanparvarlik, ilm fazilati va uni qadrlash kabi tuyg'ularni yanada shakllantirib borasizlar. Ulkan so'z san'atkori, o'zbek xalqining ardoqli, ma'rifatparvar, vatanparvar shoirlaridan biri sifatida shuhrat qozongan Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat 1859-yilda Qo'qonda savdogar oilasida tug'ildi. Dastlab uni mahallasidagi Mulla Muhammad olim maktabiga o'qishga berdilar. So'ngra 8 yoshida Fariduddin Attorning Mantiqut Tayr asarini o'qishga tutinadi. Hofiz Sheroziy, Bedil, Alisher Navoiy asarlarini ham mutolaa qiladi. Yosh shoir 9 yoshida shunday yozadi: Mening maktab aro buldir murodim, xatimdek chiqsa imloyu savodim. U ehtiros to'la g'azallari, erka tashna musaddaslari, hijron iztiroblari barq urib turgan she'riy maktublari bilan adabiyotimizga toza va tiniq ohanglar olib kirdi. Biroq uning hayoti g'oyat murakkab, vatandan yiroqda, g'ariblikda, musofirlikda kechdi. U bir umr vatanga qaytish armoni bilan yashadi. Lekin bu uning asarlarigagina nasib qildi. Ko'ngli tubidagi dardlarini she'rga to'kdi. Shoir o'z asarlariga ham bejiz furqat, ayriliq, judolik ma'nolari anglatuvchi taxallusni tanlamagan. Shoirning ma'rifatparvarlik va ma'naviyatni ko'tarishga qaratgan asarlari e'tiborga loyiq. Furqatning dastlabki she'rlaridan tortib umrining so'ngiga qadar yaratgan bitiklarining aksariyati insonlarni ma'rifatga chorlab, ilmning ahamiyatini targ'ib qilish ustuvordir. Fikrni yangilamay turib, hayotni yangilash ham, yaxshilash ham mumkin emasligini anglab yetgan shoir ilm xosiyati, gimnaziya, Vystavka xususida kabi bir qator masnaviylar yaratdi. O'quvchilar, masnaviy haqidagi nazariy ma'lumotni eslab olamiz. Masnaviy o'zaro qofiyadosh ikki misrali bandlardan yoki baytlardan tashkil topadi. Masnaviyning qofiyalanish tarzi quyidagicha bo'ladi: A, B, B, V, V. Endi darsligimizning 263-sahifasini ochamiz. Ilm xosiyati masnaviysi bilan birgalikda tanishamiz. Deyin so'z ilmning
xosiyatidan, bayon aylab aning mohiyatidan. Bu so'zni go'shi bor eshitsin, o'zida xushi bor odam eshitsin. Ko'paydi ilm ila hikmat jahonda, ko'ring o'tgan zamondan bu zamonda. Iskandar kim jahonga shoh erdi, sipoh anjum falak xirgoh erdi. Furqat bu she'rida ilmning ahamiyatini, Iskandar Jahongir ham ilm tufayli o'z nomini tarixga bitgani, Aflotun ham ilm orqali muallimi avval rutbasiga erishgani, ilm hamma uchun birdek muhim ekanini uqtiradi. Shoir bitgan misralari nihoyatda jo'shqin va ta'sirchan. Ulardagi xitob va hayqiriq har bir o'quvchi diliga ko'chib, uni befarq qoldirmaydi. Jahon bastu kushodi ilm birla, nedir dilning murodi ilm birla. Ko'ngillarning sururi ilmdandir, ko'rar ko'zlarning nuri ilmdandir. Kerak har ilmdan bo'lmoq xabardor, bo'lur har qaysi o'z vaqtinda darkor. Darig'o furqati beilm qoldim, o'zimni jahl zindoniga soldim. Endi o'quvchilar matndagi ayrim so'zlarning izohi bilan tanishib olamiz. Go'sh, quloq, xirgoh, chodir, o'tob. Bu o'rinda falakni, dunyoni egallagan edi ma'nosida ishlatilgan. Ofoq, osmon, ufqlar. Bahr, daryo, dengiz. Bastu kushodi, yopilish va ochilish. Darslikdan foydalanib, matn bilan to'liq tanishib, daftaringizga lug'atlarni yozib olasizlar. O'quvchilar, darslikdagi 226-sahifadagi savol va topshiriqlar ustida ishlash hamda ilm xosiyati she'rdan parcha yod olish va ma'nosini izohlash sizlarga uyga topshiriq bo'ladi. Shuning bilan darsimiz so'ngiga yetdi. Darsimizning boshini bejizga ilm haqidagi hadis bilan boshlamagan edik. Bugungi mavzuyimizdan olgan xulosamizda ham ilmning inson uchun naqadar muhimligini anglab yetgan bo'lsak, demak biz maqsadga erishdik deb o'ylayman.